16 bob. Bularni sizlarga e'tiqodini tashlab qo'ymasin deb aytdim. Sizlar ibodatxona jamoatchiliginglardan qo'g'lab chiqib etilsizlar. Hamda shundoq bir vaqt soatlar kelidiki, sizlarni o'ltirdiganlar o'zlarini Xudo xizmat qilyapman deb hisoblaydi. Ular bularni yo otamni, yo meni to'nimaganligi uchun qiladi. Shuning uchun aytamanki, ular sizlarga jonkashlik qilganda mening ogohlantirganligimni esinglarga keltiringlar. Men dastlabda bularni sizlarga aytmadim, chunki sizlar bilan birga edim. Lekin endi meni avatkuchning yeniga qaytib ketaman. Shundoq bo'lsa-mu, oranglardan hech kim mendan nega ketisiz deb so'rmayotdi. Buning o'rniga sizlarga bularni aytganligim uchun qalbinglar hasrat bilan to'ldi. Bilib qo'yinglarki, mening ketishim sizlarga foydaliq. Ketmasam, sizlarga yordamchi kamaydi. Ammo ketsam, uni sizlarga avatiman. U kelganda bu dunyodagi kishilarni o'zlarining gunohkor ekanligiga, mening haqqoniyligimga va oxirgi zamondagi savol-so'roqning bo'ldiganligiga qoyil qiladi. Ular gunohkor ekanligiga qoyil bo'ladi. Chunki ular menga e'tiqod qilmadi. Ular mening haqqoniyligimga qoyil bo'ladi. Chunki men haqqoniyman. Ham shunga otamning yeniga qaytishga loyiq turman. Shundoq qilib, sizlar meni ko'rolmaysizlar. Ular oxirgi zamondagi savol-so'roqning cho'qim bo'ldiganligiga qoyil bo'ladi. Chunki Xudo bu dunyoning hukmdori bo'lgan shaytonni so'roqqa tortdi. Sizlarga aytadigan yana ko'p so'zlarim bor edi. Biroq sizlar uningga bardoshlik berolmaysizlar. Lekin haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruh kelganda sizlarga barliq haqiqatni o'rgatdi. U o'zligidan so'zlamaydi. Aksicha, otam ikkimizning so'zlarini anglagandan keyin so'zlaydi va kelgusida bo'lgan ishlarni sizlarga yetkazadi. U menda bor bo'lganni sizlarga yetkazib, mening ulug'lig'imni ayon qiladi. Otamda bor bo'lganning hammasi ham meningdir. Shuning uchun muqaddas ruh menda bor bo'lganni sizlarga yetkazdi deb aytdim. Oz vaqtdan keyin meni ko'rmaysizlar. Yana bir oz vaqt o'tgandan keyin meni qayta ko'rsizlar. Shogirdlarning ba'zilari bir-biriga, bu qandoq gap? U bizga oz vaqtdan keyin meni ko'rmaysizlar. Yana bir oz vaqt o'tgandan keyin meni qayta ko'rsizlar deydi. U yana, chunki men otamning yeniga ketaman deydi. Oz vaqtdan keyin degan so'zning ma'nosi zodi nimadi? Uning nimalarni davatqanlarini bilolmadik, deyishdi. Hazrati Ayso ularning so'rmoqchi bo'lgan savolini bilib, mundoq dedi. Mening oz vaqtdan keyin meni ko'rmaysizlar. Yana biroz vaqt o'tgandan keyin meni ko'rasizlar deganimning ma'nosini bir-biringlardan so'ravatamsizlar. Bilib qo'yinglarki, sizlar yig'izor qilib qayg'urusizlar. Lekin bu dunyoning odamlari xushal bo'lishib ketadi. Sizlar bo'lsanglar qayg'urusizlar. Lekin qayg'ularinglar xushallikqa aylanadi. Ayol tug'utda azoblanadi. Chunki uning azob oqibatlik vaqt soati yetib kelgan. Lekin bo'vg'i tug'ilib bo'lgandan keyin bir farzandning dunyoga kelganligining xushalligi bilan tortgan azobini unutib qoladi. Shuningga o'xshash, sizlarmu hozir azoblanyapsizlar. Lekin men sizlar bilan qayta ko'rishiman. Shu chaqda qalbinglar xushallikqa cho'midi.
xushalliginglarni hech kim sizlardan tortib ololmaydi. Bilib qo'yinglarki, shu vaqt kelganda mendan hech narsa so'rashinglarning hojati yo'q. Chunki mening nomim bilan otamning o'zidan nemini tilsanglar, u shuni berdi. Hozirgacha mening nomim bilan hech nima tilamadinglar. Endi tilanglar, erishsizlar. Buning bilan xushalliginglar to'lib taşsın. Sizlarga bularni tamsiller bilan bildirdim. Biroq shundoq bir vaqt keladi-ki, u chaqda tamsiller bilan so'zlamayman. Otam to'g'riliq ochiq aytaman. Shu kunlar kelganda tilaklaringlarni mening nomim bilan tilaysizlar. Men sizlar uchun otamdan talab qilaman demoqchi emasman. Buning sababi otam o'zimi sizlarni so'yidi. Chunki sizlar meni so'ysizlar va meni otamning avatganligiga ishondinglar. Men otamning yenidan bu dunyoga keldim. Endi bu dunyodan otamning yeniga ketaman. Shogirdlari, endi tamsil keltirmay ochiq aytdingiz. Biz sizning hammani bildiganligingizni endi tushundik. Chunki biz savol so'rmasaqmi, siz ko'nglimizdikini bildikansiz. Buningdan sizning Xudoning yenidan kelganligingizga ishondik, deyishdi. Hazrati Ayso ularga, hozir ishondinglar, shundaqmi? Mana shundoq vaqt kelay deb qoldi. Shundoqla kelib qoldiki, hammanglar meni yolg'iz tashlab, o'z yo'llaringlarga ketisizlar. Biroq men yolg'iz qolmayman. Chunki otam men bilan birlidir. Bularni sizlarga men orqali omonlik topsin deb aytdim. Bu dunyoning odamlari sizlarni azob oqibatga soladi. Ammo g'ayratlik bo'linglar. Chunki men bu dunyo ustidan g'alaba qildim.